Bolaga ozor beruvchi va uning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi harakatlar jismoniy zo'ravonlikdir. Bolalarni urish, kaltaklash, siltash va shapatalab urish jismoniy zo'ravonlik harakatlari hisoblanadi. Jismoniy zo'ravonlikni boshidan kechirgan bola muntazam ravishda qo'rquvda yashashi mumkin. Bolada tushkunlik, ta'lim olish bilan bog'liq qiyinchiliklar, o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi kuzatiladi. Boshqa bolalar va hayvonlarga nisbatan tajovuzkor bo'lib, shafqatsizlikni namoyon qilishi mumkin. Zo'ravonlik avloddan avlodga o'tishi mumkin, chunki biz ulg'ayganimizda ko'pincha oilamizda ko'rgan narsalarni takrorlaymiz. Bolalarga nisbatan jismoniy jazoni qo'llamaslik uchun ota-onalarga quyidagilarni maslahat beramiz. Bolani yaxshi ko'rish va undagi xususiyatlarni boricha qabul qilish. Bolaning fikrini hurmat qilish. O'zining xatolarini ko'rish va ularni tan ola bilish. Oilaviy qoidalarni belgilab olish. Namuna bo'lish. Izchil bo'lib bergan va'dalarni bajarish. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni birgalikda to'xtataylik.